mana shu portfeldagi aksiyalarni sotib olib, uni boshqarish uchun men o'tgan yil davomida, 1 yil davomida bu portfelga kirgan bo'lsam, 5 yoki 6 marta kirdim xolos. Endi e'tiboringizni mana o'tgan yilda, 2024-yilda biz qilgan investitsiyadan qancha daromad ko'rganimizga qaratmoqchiman va hozirgi biz ko'radigan portfelimizni risk darajasi o'rtachadan biroz yuqoriroq, ya'ni juda ham katta risk qilinmagan, ma'lum miqdordagi pul deyarli ishlatilmagan ham va o'sha diversifikatsiya qilingan holda aksiyalarga investitsiya qilingan. Mana keling portfelni ko'rsak, hozirgi demak miqdori $9400 bo'lib turibdi va 1 yil oldin boshlaganimizda bu portfelimiz demak mana ko'rishimiz mumkin $7500 atrofida bo'lgan. Ya'ni 1 yilda ushbu investitsion portfeldan biz 23,5% daromad ko'ryapmiz. Bu yerda 5 ta aksiyaga mana shu mablag'imiz taqsimlangan va shu bilan birga o'sha rezervda deymiz, zapasda ishlatilmagan naqd pul ham $3600 hozirgi holatda turibdi. Ya'ni bu endi turli xil holatlarga saqlab qo'yilgan, lekin ishlatilmadi va mana shu portfeldagi aksiyalarni sotib olib, uni boshqarish uchun men o'tgan yil davomida, 1 yil davomida bu portfelga kirgan bo'lsam, 5 yoki 6 marta kirdim xolos. Ya'ni buni ustida men doim tahlil qilib, doim nimandir olib sotayotganim yo'q. 1 yil davomida mana shu 5 ta aksiya va kirish narxlarini o'zim uchun maqbul holatga kelganda belgilab sotib oldim va o'sishiga, o'zgarishiga qo'yib berdim.